Axborot informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Axborot informatsion dasturi bilan studiyada Dilfuza Yusupova. O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati bugungi kunda bir qator yetakchi xorijiy davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Xususan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Hopkins universiteti bilan hamkorlikka oid muhim memorandum imzolangan. Unga ko'ra, jamiyat mutaxassislari ushbu universitetda xalqaro trendlar va o'quv kurslari, ilmiy-amaliy seminarlar, qo'shma tadqiqot loyihalari hamda tajriba almashish dasturlari yuzasidan o'zaro hamkorlikni davom ettirib kelmoqda. Mavzu yuzasidan O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati bosh mutaxassisi Xulkar Jo'rayeva intervyusi. Mazkur tashabbuslarning amalga oshirilishi O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyatining xalqaro maydonda ijobiy imijini mustahkamlash, investitsion jozibadorligini oshirish hamda ekologik jihatdan barqaror gidroenergetika tizimini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu faoliyatlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish to'g'risidagi farmoni ijrosi doirasida olib borilmoqda. 2025-yilning avgust va noyabr oylarida O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyatining ijro apparatining bir guruh xodimlari Johns Hopkins universiteti amaliy o'quv dasturida muvaffaqiyatli ishtirok etib qaytdilar. Dastur davomida iqlim o'zgarishi, energiya xavfsizligi, barqaror rivojlanish, toza energiya texnologiyalari, yangi energiya bozorlari, transformatsiya jarayonlarini korporativ boshqaruvga integratsiya qilish masalalarini chuqur o'rgandilar. Sohada bo'lajak rahbar kadrlarni tayyorlash hamda transformatsiya jarayonlarida faol ishtirok etuvchi mutaxassislar malakasini oshirishga qaratilgan. O'quv dasturi yakunida ishtirokchilar universitetning maxsus sertifikatlariga ega bo'ldilar. Ushbu xalqaro sertifikatlar xodimlarning yashil iqtisodiyot, energiya transformatsiyasi va boshqaruv biznes strategiyalari bo'yicha yuqori darajadagi bilim va ko'nikmalarga ega ekanligini tasdiqlaydi. Mazkur hamkorlik doirasida O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyatining kadrlar salohiyatini oshirish, zamonaviy bilim va ilg'or texnologiyalarni joriy etish, shuningdek jamiyatning uzoq muddatli barqaror rivojlanish strategiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.